Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, qadrli radio tinglovchilar. Namangan viloyati tele radio kanalining bugunning gapi tok shousi yana efirda. Ko'rsatuvimiz orqali ajdodlarimiz qoldirgan bebaho meros, ilm, fan, tarbiya, ularning yoshlar ta'limi bilan bog'liqligi haqida mulohaza yuritamiz va bugungi ko'rsatuvimiz to'g'ridan to'g'ri efirga jonli tarzda uzatilmoqda va siz ko'rsatuvimizni bevosita tomosha qilishingiz va 103.6 to'lqindagi Namangan radio kanali orqali ham eshitib borishingiz mumkin. Ko'rsatuvimiz orqali ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ne'matga to'xtalar ekanmiz. Amir Temur, Alisher Navoiy, Abu Ali ibn Sino, Ulug'bek kabi ajdodlarimizni eslamasak bo'lmaydi va ular bizning chin ma'nodagi faxrimiz va g'ururimizga aylangan. Bugungi ko'rsatuvimizda ma'naviyat, ma'rifatning ta'lim-tarbiyadagi o'rni haqida to'xtalamiz. Shu mavzuda suhbatlashish uchun bugun studiyamizga kelgan mehmonlarimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tsam, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Namangan viloyati bo'limi mutaxassisi Sobitxon Milibayev, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Chust tumani bo'linmasi rahbari Saidaxon Nasimxonova, Namangan davlat universiteti professori, siyosiy fanlar doktori, xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati Narimon Burxonjonovich Dehqonov, Namangan davlat universiteti Jahon tillari fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari Nodirbek Mamasolovich Qodirov, Namangan davlat pedagogika instituti ijtimoiy fanlar fakulteti dotsenti, falsafiy va tarixiy fanlar kafedrasi mudiri, pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktori Sevara Ma'murovna Botirova hamda Namangan davlat pedagogika instituti talabasi Begoyim Vorisovalarni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Biz ma'naviyat haqida juda ko'p gaplashamiz, ma'naviy tarbiya haqida fikr yuritamiz, umuminsoniy qadriyatlar, ma'naviyatimiz, ularning mezonlari, shuningdek zamonaviy yoshlarning ta'lim tarbiyasida ajdodlar merosi qanday ahamiyat kasb etadi, shular xususida suhbatlashamiz. Dastlab so'zni Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi Namangan viloyati bo'limi mutaxassisi Sobitxon Milibayevga bermoqchiman. Marhamat, Sobitxon. Assalomu alaykum. Umuman bugungi mavzu juda ham bir dolzarb. Nimaga deganda, agar biz ma'naviyatda bir qanotda hisoblaydigan bo'lsak, iqtisodiyot yana bir qanot hisoblashimiz kerak, chunki mamlakatimizni mana shu ikki qanot orqali boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda bugun aholimiz, umuman yoshlardan ma'naviyat va ma'rifat masalasini juda chuqur qaralyapti. Sababi ajdodlarimizdan to bizga qadar yetib kelgan umuman ma'naviy merosimiz yoki moddiy boyliklarimizni asrab avaylash, ularni ardolash yoki bo'lmasam uni kelajak avlodga beziyon yetkazish uchun ham birinchi navbatda har bir insonni, har bir yoshni ma'naviyatli, ma'rifatli qilish birinchi navbatda muhim o'rin tutadi. Umuman olganda o'z yuqorida aytib o'tdingiz, ma'naviyat, ma'nolar majmui degan ma'noni anglatgan taqdirda ham bu odamni shu insoniylikning eng ezgu barcha fazilatlarining majmui hisoblanadi-da. U misol uchun insonning ichki dunyosini mustahkamlaydigan, irodasini baquvvat qiladigan yoki bo'lmasam vijdonni uyg'otadigan, umuman olganda barcha insondagi ezgu fazilatlar mezonini olgan narsa bu ma'naviyat deyiladi va shunga amal qilgan insonni biz ma'naviyatli inson deymiz. Bugun ham mana shu ajdodlarimizni o'sha ma'naviyati, ma'rifati, ulardan bizga qolgan mana shu merosni asrab avaylab yoshlarga yetkazgan taqdirimizdagina biz ma'naviyatli o'sha yosh avlodni shakllantira olamiz va bu yo'lda davlatimiz, hukumatimiz tomonidan juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Xususan barchamizga ma'lum maktabgacha, maktab ta'lim tizimida yoki bo'lmasam oliy ta'lim tizimida ta'lim yoki bo'lmasam tarbiya masalalarini alohida tashkillashtirish bo'yicha tegishli prezidentimiz farmonlari, qarorlari qabul qilingan yoki bo'lmasam umumiy olib qaraydigan bo'lsak, mana 2021-yil 26-martda ma'naviy ma'rifiy ishlarni tubdan takomillashtirish bo'yicha prezidentimiz PQ50-40 qarorlari qabul qilingan va mana shu qaror asosida milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan bosh g'oya asosida jamiyatda sog'lom dunyoqarashi, bunyodkorlikka keng targ'ib qilish bosh ustuvor vazifa etib belgilangan. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad nima? Bugun umuman olganda ommaviy madaniyat deymizmi yoki bo'lmasam bugun mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki bo'lmasam boshqa jabhalar orqali bizga kirib kelayotgan turli tahdidlar oldini olish birinchi masala. Ikkinchisi, mana shu adiblarimiz yoki bo'lmasam allomalarimizdan qolgan buyuk
merosi yosh avlod ongiga kerakli usul vositalar va metodlar orqali targ'ib qilish hisoblanadi. Va mana ta'kidlab o'tishimiz kerakki, davlatimiz rahbarining 2023-22 ham mana shu hozirgi mavzuyimizga doir alohida tashabbuslar ilgari surilgan Respublika ma'naviyat ma'rifat kengash yig'ilishida butun bir jamiyatga, mana shu olimlarimizga, ziyolilarimizga, professor o'qituvchilarimizga qarata murojaat qilganlarki, bugun biz buyuk allomalarimizni bilamiz, buyuklar haqiqatda qilgan ishlarini, yaratgan merosini ko'ramiz, lekin ular yoshligini bilmaymiz. Ular yoshligida kim bo'lgan, qanday katta bo'lgan, u o'sha darajaga yetishiga qanday mashaqqatli yo'llar bilan o'tgan yoki bo'lmasam ularni o'sha yoshligidan to o'sha buyuklik darajasigacha bo'lgan vaqtda qaysi usullardan otasi yoki onasi yoki ustozi foydalangan. Mana shularni alohida ta'rif qilish bo'yicha kerak bo'lsa yangi adabiyotlarni, yangi asarlarni yaratishimiz kerak deb alohida davlatimiz rahbari tashabbus qilganlar va bu yo'lda ham mana Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi, hamkor tashkilotlarimiz, oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilarimiz bilan hamkorlikda kerakli ilmiy ishlar, undan tashqari alohida o'quv qo'llanma uslubiy vositalar yaratishga yildan yilga qadam tashlanmoqda. Ijobiy ishlarimiz yaxshi, lekin baribir qiladigan ishlarimiz yetarli. Sababi biz bilmagan, biz ko'rmagan va biz his qilmaydigan tahdidlar kundan kun oshib boryapti va ko'proq kirib kelyapti. Va shuning uchun ham men o'ylaymanki, bugun ma'naviyat va ma'rifat masalasi muhim o'rin tutadi. Albatta, O'zbekiston jahon hamjamiyatiga integratsiya bo'layotgan bir jarayonda turli xil tahdidlar ham, siz aytganingizdek ma'naviy tahdidlar ham borligini his etamiz, lekin mana shu jarayonlarda bizda tarbiya masalasida shu ma'naviyatga bo'lgan e'tiborni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Boyagina aytdingiz, demak bir jamiyatda lokomotiv iqtisodiyot bo'lsa, uning yana bir qanoti bu ma'naviyat va hozirgi kunda butun bir jamiyatimizda umuman davlat tashkilotlari barcha bir tizimlarda ham ma'naviyat va ma'rifat bo'yicha juda katta ishlar, bir amaliy ishlarga qo'l urilyapti. Keling, bugungi mavzuyimizdan kelib chiqib, buyuk shaxslar va ajdodlarimizning ma'naviyatimizdagi yoki bugungi ma'naviy tarbiyadagi o'rni haqida to'xtalsak va shu o'rinda men Amir Temur haqida ozgina to'xtalmoqchiman. Amir Temur buyuk shaxs, yirik davlat arbobi, sarkarda, qonunshunos, iste'dodli me'mor, notiq, ruhshunos, shu bilan birga el yurtini, xalqini sevgan va uni jahonga mashhur qilgan inson deya ta'riflanadi va Amir Temurning tarix oldidagi xizmati benihoya katta. Birinchidan, u mamlakatda yuqorida ta'kidlaganimizdek kuchayib ketgan feodal tarqoqlikka barham berib, el yurtni o'z bayrog'i, tug'i ostiga birlashtira oldi, markazlashgan yirik feodal davlatni yaratdi. Bu bilan hunarmandchilik, savdo-sotiq va madaniyat rivojiga mustahkam bir zamin yaratib berdi. Studiyamizda siyosiy fanlar doktori Narimon Burxonovich Dehqonov o'tiribdilar. Suhbatimizni shu ajdodlarimizning biz avlodlarga qoldirgan merosi haqidagi mulohazalar bilan davom ettirsak, shu o'rinda buyuk bobokalonimiz, davlat arbobi va sarkarda Amir Temurning hayoti va faoliyati haqida ham to'xtalib o'tsak, chunki mana hozirgina suhbatdoshimiz aytdilar, uning shu shaxs sifatida shakllanishida shu ma'naviy tarbiyaning o'rni qanday bo'lgan. Marhamat. Darhaqiqat yuqorida juda ham o'rinli fikrlarni bildirib o'tdingiz. Bilasizmi, bugun mamlakatga kirib kelayotgan tahdidlarni qo'l bilan ushlab, ko'z bilan ko'radiganlar bor. Lekin insonning ongiga, yoshlarning ongiga ta'sir qilayotgan tahdidlar ham bor. Biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib, qo'limiz bilan ushlaydigan tahdidlarga biz qarshi tura olamiz. Lekin yoshlarimiz ongiga, aholining ongiga kirib kelayotgan ma'naviy tahdidlarni ko'z bilan ko'rmaymiz, ularning chegarasi yo'q. Bugun mana shunday tahdidlarga nisbatan faqatgina ma'naviyat va ma'rifat orqaligina kurashishimiz mumkin xolos. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugun yoshlarimizni ta'lim tarbiyasida milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizga sodiq qolgan holatda buyuk ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan ma'naviy merosni o'rganishni juda ham katta ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Chunki yuqorida aytib o'tdingiz, birgina sohibqiron Amir Temur misolida oladigan bo'lsak, ushbu bobokalonimiz bejizga sohibqiron degan bir nom bilan atalmagan va 27 ta mamlakatni egallagan bo'lsa, bu katta imperiyaga asos solingan. Shu bilan birgalikda mana shu imperiyani ma'naviy, ma'rifiy tomondan rivojlanishga, madaniy tomondan rivojlanishga, ilm-fan va san'atda rivojlanishga juda ham katta hissa qo'shgan va bunyodkor davlat arbobi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Agar e'tibor bersak, manbalarda yozilishicha, sohibqiron Amir Temur yoshligidan boshlab kamondan o'q otish, yugurish, suzish kabi bir
sport turlarini o'zlashtirish bilan birgalikda o'sha davrdagi ilm fanni ham birgalikda hamohang ravishda o'zlashtirib borgan. Bu bugungi kundagi yoshlarimizga juda ham ibratli bo'ladigan holat, ya'ni ham ma'naviy ham jismoniy jihatdan yetuk bir shaxs bo'lib voyaga yetgan. Albatta bunda oilani o'rni juda ham katta. Otasi Muhammad Arag'ay bu borada jonbozlik ko'rsatgan va mana shu Amir Temur tarixini o'rganish asnosida meni juda ham diqqatimni tortgan jihat shuki, o'z ustozlariga bo'lgan hurmat nihoyatda yuksak bo'lgan. Masalan, o'z ustozi Said Baraka yoki Shayx Shamsiddin Kulol har bitta ishni qilishdan oldin, har bitta chora-tadbirni amalga oshirishdan oldin mana shunday ustozlarning o'giti bilan, otalarining o'gitlari bilan demak ish boshlashgan va bu barcha amalga oshirilgan ishlar xayrli natija bilan tugagan. Bundan tashqari Sohibqiron Amir Temurni agar tarixini o'rganadigan bo'lsak, bugun biz uchun juda ham katta bir ahamiyatli tomoni u kishi halollik, birovni haqqiga xiyonat qilmaslik, to'g'rilik, to'g'ri so'zlik, yolg'on ishlatmaslik, adolat nuqtai nazaridan demak ish olib borganligi biz uchun juda ham o'rnak bo'ladigan holat. Birgina misol Sohibqiron Amir Temurni uzugidagi yozuv, ya'ni rosti rusti yoki mana shu davlatni muhrida bo'lgan yozuvlar, rosti rusti. Buni tarixchilar demak kuch adolatdadir degan bir tarjima qilib berishadi. Albatta Sohibqiron Amir Temur har bitta ishida adolat tarozisiga qarab ish tutgan. Ya'ni halollik, to'g'rilik va adolat tamoyillariga amal qilgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Va yana bir jihat, Sohibqiron Amir Temur shu o'zini mamlakatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, aholini farovonligini oshirish masalalarini eng demak birinchi darajali masala sifatida o'z oldiga qo'yib olgan va mana shu Temur tuzuklarini o'qisak, bu demak fikrlarga yaqqol guvoh bo'lamiz. Temur tuzuklarida shunday bir fikr keltiriladiki, men boshqarib turgan davlatni u chekkasidan bitta yosh yigit boshida bir lagan tilla bilan yo'lga tushsa va davlatning narigi chekkasiga borguncha ana shu yosh bolani boshidagi lagandagi tillaga biror kishi xiyonat qilmasligi kerak, o'g'irlamaslik kerak degan bir prinsipni ilgari suradilar. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, demak mamlakatda mana shu katta imperiyada u chekkadan bu chekkaga demak bolani tilla bilan borishi kafolatlangan. Bu demak bugungi kundagi yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan inson qadri birinchi o'rinda. Qolaversa mana shu mamlakatda tinchlik, barqarorlik, aholini salomatligi, aholini farovonligiga qo'yilgan yorqin misol desak mubolag'a bo'lmaydi. Sohibqiron Amir Temur mana hamkasblarim aytib o'tishadi, oilani muqaddas ekanligi, muhabbat tuyg'usi, farzandiga bo'lgan munosabat, mana shu nabiralarni tarbiyasi borasida ham qayg'urgan inson hisoblanadi. Buni o'rganib ham mana demak bugungi kunda biz o'zimizga juda ham ko'p ibratli namunalarni olishimiz mumkin. Mana xuddi sizni hozirgi fikringiz davomi sifatida demak Amir Temur zamonida yozilgan asarlarda ham to'g'rilik, muruvvatlilik, el yurtga mehr muhabbat, el yurt va fuqarolarning tashvishi, raiyatparvarlik, mehr muruvvat, qo'shnichilikka rioya qilish, mardlik, qahramonlik kabi xislatlar ham ulug'langan ekan. Albatta bugungi ko'rsatuvimiz jarayonida muxbirimiz tomonidan lavha tayyorlangan. Hozir fikrimizni davom ettirishdan oldin ana shu bugungi ko'rsatuvga mos keladigan o'sha lavhani ham tomosha qilamiz va Amir Temur haqidagi bir bizni tasavvurlarimiz yana ham kengayadi deb o'ylayman. Chunki biz bunday buyuk ajdodlarimiz shaxsini qanchalik o'rgansak, qanchalik ular bilan nima deydi bir muloqotga kirishsak, mana shu ularni o'rgansak, ular tarixini, madaniyati, umuman urf-odatlarini o'rgansak, demak bugungi hayotimizda ularni qanchalik bizni ma'naviy tarbiyamizga asos bo'lishini yana bir bor his qilamiz. Marhamat, tomosha qilamiz. Amir Temur yoshligida xatsavod chiqarib, o'z davrining tibbiyot, riyoziyot, falakiyot, me'morchilik va tarix ilmlarini o'rgangan. U zot bilan suhbatlashish sharafiga muyassar bo'lgan buyuk arab faylasufi Ibn Xaldun Jahongir Turk arab foris xalqlari tarixini diniy, dunyoviy va falsafiy bilimlarning murakkab jihatlarigacha yaxshi o'zlashtirganini ta'kidlagan. Prezidentimiz bugungi globallashayotgan dunyoda yigit-qizlarimizning qiziqishlarini hisobga olgan holda Amir Temur singari buyuk yurtdoshlarimiz hayoti, faoliyatini, salohiyatini navqiron avlod vakillariga o'rgatishda ijtimoiy tarmoq imkoniyatlari ham imkon qadar kengroq foydalanishimiz zarurligini
alohida ta'kidlaydilar. Amir Temur siyosat maydoniga kirib kelgan paytda Mavrunnahar mo'g'ullar istibdodi ostida bo'lib, Chingizxon va Botuxon bosib o'tgan shahar va qishloqlar vayronaga aylangan, suv inshootlari buzib tashlangan yoki ishga yaroqsiz holatga keltirilgan. Amir Temur hokimiyatga kelgach, mislsiz bunyodkorliklarga qo'l urildi. Mavrunnahirda mo'g'ullarni qariyb 1400 yillik hukmronlik davrida bironta ham ko'zga ko'rinarli qurilish yoki suv inshootlari vujudga kelmagan. Amir Temurning tashabbusi bilan 1365-yilda Qarshi, 1370-yilda Samarqand, 1380-yilda esa Keshning atrofi qaytadan mudofaa devorlari bilan o'ralgan. Shuningdek, xalq farovonligi-yu mamlakat obodonchiligi yo'lida suv ombori, to'g'onlar qurishga, ariqlar qazishga, yangi yerlarni o'zlashtirishga alohida e'tibor berilgan. Dunyoning turli mamlakatlarida taniqli davlat va jamoat arboblari, olimlar va adiblar o'z ijtimoiy, siyosiy, ilmiy va ijodiy faoliyati davomida sohibqiron Amir Temurning jahon sivilizatsiyasi va madaniyati rivojiga qo'shgan munosib urishini yuksak e'tirof etib keladi. Haqiqatan ham Amir Temur jahon tarixida qudratli va gullab yashnagan davlat barpo etgan buyuk sarkarda va davlat arbobi sifatidagina mavqe tutmaydi. Sohibqiron o'z poytaxti bo'lmish Samarqandni yer yuzining madaniy, me'moriy va ilmiy ma'naviy markazlaridan biriga aylantirgan. Buyuk ajdodimizning eng muhim vazifalaridan biri shuki, u zot bundan 6 asr avval davlatlararo manfaatli hamkorlikni rivojlantirish, uzoq va yaqin xalqlar o'rtasida do'stlik va hamjihatlik rishtalarini mustahkamlash, o'z saltanatini yorqin istiqbolini ta'minlashning muhim omili ekanini teran anglagan. Shu bois Yevropa va Osiyoni bog'lashga xizmat qilgan ulkan ishlarni amalga oshirgan. Bir tomondan Xitoy, Hindiston, ikkinchi tomondan Fransiya, Ispaniya, Angliya va boshqa davlatlar bilan aloqalar o'rnatgan va shu munosabatlarni mustahkamlashga intilgan. Sohibqiron Amir Temur mamlakati dunyo davlatchilik tizimida yangi yo'l boshlaganligi, taraqqiy ettirganligi, markazlashgan davlat tuzganligi barchaga ma'lum. Shunday bo'lsa-da, buyuk bobo kalonimiz Temir tuzuklari nomi ostida o'zining tuzuklarini yaratgan. Bu asar haqida ma'rifatparvar olim Abdurauf Fitrat ta'kidlaganidek, biz agar adabiyot, san'at, Temuriylar davri degan gapni aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda ushbu manbadan bilishimiz kerak. Ushbu tuzuklarda Amir Temur davlat boshqaruvidagi o'z siyosati, davlatchilik tizimi, jang usullari va o'z qonunlarini mushtaraklagan. Yurtimizda buyuk sarkarda nomini abadiylashtirish, boshqaruv tizimini tatbiq etish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami ortmoqda. Manbalarda sohibqiron Amir Temur yorqin xislatlarga ega ekanligi, xotirasi o'tkir, shijoatli va qat'iyatli, bir so'zli, zo'r ruhiy qudrat egasi, salobatli inson sifatida ta'riflanadi. Sohibqiron Markaziy Osiyoni mo'g'ullar iskanjasidan ozod etishda barcha vatanparvar kuchlarni uyushtirib, ularni mustaqillik uchun kurashishga yo'naltira oldi. Amir Temur ko'p yillar davomida mustamlaka bo'lib, chet ellik hukmdorlarga bo'ysunib kelgan Mavrunnahar va Xurosonda o'z yurti, xalqining kuch-qudratiga tayangan mustaqil va yagona davlat barpo etdi. Bobomizning o'ziga xos hayot tajribasi, davlatchilik asoslarini qurish, adolat va ezgulik kabi qadriyatlarni qaror toptirishdagi xizmatlari haqida yana ko'p va ko'p gapirish mumkin. Shunday emasmi? Haqiqatan ham buyuk vatandoshimiz, buyuk sarkarda, davlat arbobi hisoblangan Amir Temurni faoliyati, uni yoshlarimiz tarbiyasidagi roli shunaqa muhim ahamiyat kasb etadiki, buni biz 5 ta umumiy bosqichga bo'lib olishimiz mumkin. Masalan, birinchi o'rinda o'sha Temurdagi temir intizom va qonuniylikka rioya qilish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar. U o'zini o'sha Temur tuzuklari asarida alohida ta'kidlab o'tadiki, Temuriylar davrida har bir davlat xizmatchisi davlatga o'zini funksional vazifasini, ya'ni sirtqidan xizmat qilish, u fuqaro bo'lsin, u sarkarda bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar shu jamiyatda, shu davlatda o'zini vazifasini sirtqidan bajarishni talab qiladi. Va bu o'zini asosiy ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etilganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi bu vatanparvarlik va o'sha millat g'oyasi. Ya'ni Amir Temur qaysi bir mamlakatga boradigan bo'lsa, qaysi bir davlatga o'sha harbiy yurish qiladigan bo'lsa, uni yurishida bitta g'oya asosiy ustuvor bo'lgan. Ya'ni o'sha Temuriylar hukmronligi va bunda o'sha insonparvarlik g'oyalari bilan bog'liq bo'lgan, vatanparvarlik g'oyalari bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni ko'rishimiz mumkin. Va eng muhimi Amir Temur davrida ilm-fan va donishmandlarga munosabatni alohida e'tirof etishimiz kerak. Ya'ni Temuriylar davrida o'sha Amir Temur tomonidan harbiy yurishlar davrida qaysi bir mamlakatga, qaysi bir davlatga boradigan bo'lsa, albatta o'sha yurtning sayyidlari, olimlari ularga alohida ehtirom ko'rsatgan.
ularni himoya qilgan va eng muhimi o'sha mamlakatlarga borganda ilm fanga g'amxo'rlik xususiyatlarini shakllantirganligini ko'rishimiz mumkin. Hozir mana videorolikda ham ko'rib o'tdik. Temuriylarda o'sha Renesansni tashkil etishdagi yoki o'sha Samarqandda o'rta asrlardagi alohida Samarqand haqida shunaqa fikrlar yuritiladiki, Samarqand sayqali ro'y zaminas degan alohida fikr paydo bo'ladi. Ya'ni dunyoning sayqali eng go'zal shahriga aylantiradi. O'sha Klaviyxon asarlarida ko'radigan bo'lsak ham, o'sha Ibn Xaldunning muqaddimasida ko'radigan bo'lsak ham, Amur Temur qurdirgan bog'lar yoki Amur Temurning me'morchilik inshootlari hozirgi davrgacha o'zga xosligini yo'qotmagan. Mana birgina o'sha Oqsaroy saroyini ko'radigan bo'lsak yoki o'sha Samarqanddagi Saroymurod xonim madrasasini ko'radigan bo'lsak, Saroymurod xonim madrasasi 20-asrgacha Markaziy Osiyodagi eng yirik o'sha majmualardan biri sifatida e'tirof etib kelinadi. Va eng muhimi Amur Temurdagi qat'iyat va matonat muvaffaqiyatning kaliti hisoblangan. Ya'ni Temur qancha ko'p muammolarga, qancha ko'p hayotida qiyinchiliklarga uchraydi, lekin asosiy ustuvor asosiy maqsad u o'zini hayotiy maqsadlaridan, ustuvor yo'nalishlaridan voz kechmagan, balki uni yana yangi yo'nalishlar uchun, yangi g'alabalarga bu ruhlantirganligini ko'rishimiz mumkin. Va Amur Temur shaxsiyatidagi yana bitta muhim xususiyat bu yetakchilik qobiliyati va strategik rejalashtirish. Ya'ni o'sha 35 yillik faoliyati davomidagi o'sha saytlar, sarkardalar qayerga bir harbiy yurish qiladigan bo'lsa, albatta harbiy yurishdan oldin o'sha sarkardalar bilan muhokamalar o'tkazilganligi, uni o'sha yurishning o'ziga xos jihatlarini muhokamalar orqali, ya'ni 7 o'lchab bir kesganligini ko'rishimiz mumkin. Bu hozirgi yoshlarimizni tarbiyasida ham muhim ahamiyat sifatida ko'rishimiz mumkin va umuman Amur Temurni haqida yozilgan asarlarda tahlil qiladigan bo'lsak, mana men birgina misol o'sha tunislik yozuvchi Ibn Xaldunning muqaddima asarida alohida ko'rib o'tdimki, Amur Temur tomonidan o'sha Misrga yurish paytida shaharni o'sha qamal paytida Amur Temur tomonidan maxsus elchilar orqali Ibn Xaldunni yoniga chaqirishi va Ibn Xaldun bilan suhbati. Ya'ni suhbatda ham Amur Temur shaxsiyatida shunaqa muhim jihat borki, bu ham bo'lsa Amur Temur qaysi bir mamlakatga boradigan bo'lsa, qaysi bir yurtga o'sha harbiy yurish qiladigan bo'lsa, o'sha yurtni eng muhim olimlari, fozillari, sayyidlarini bir davraga chaqirganda, o'sha davrda eng muhim masalalar bo'yicha ulardan fikr olgan. Ularning fikrlariga amal qilgan va Amur Temurdagi o'sha bunyodkorlik xislatlarini shakllantirishda ham o'sha olimlarni, saytlarni fikriga nisbatan munosabatli yuqori darajada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Men Amur Temurning shaxsiyati bilan, Temuriylar davrini madaniyati bilan, ma'naviyati bilan tanishgan har bir yosh, har bitta insonimiz o'sha bugungi bo'lib turgan jarayonlarda o'zini faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi va alohida ta'kidlashni xohlardimki, bugungi o'sha prezidentimiz tomonidan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda va xalq diplomatiyasi deymiz, davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni yo'lga qo'yishda ham bevosita Amur Temur davridagi o'sha diplomatik yutuqlardan, diplomatik an'analardan foydalanib kelayotgani muhim ahamiyat kasb etadi. Amir Temurning vatan haqida qayg'urishga chorlab kelayotgan yana bir so'zlari millatning dardlariga darmon bo'lmoq vazifangizdir. Zaiflarni qo'riqlang, yo'qsillarni boylar zulmiga tashlamang. Adolat va ozodlik dasturingiz rahbaringiz bo'lsin deya ko'p bora shu ta'kidlaganlar hamda shu jumlalar albatta bugungi taraqqiyotimizda, bugungi ma'naviy hayotimizda ham o'z aksini topmoqda. Albatta bu borada Sevara Ma'murovna o'zingizning fikrlaringizni aytsangiz, marhamat. Rahmat, juda ham chiroyli ta'riflar berdingiz. Darhaqiqat Amur Temur mana hozir boya ustozlarimiz ularni davlat siyosatida amalga oshirgan harakatlari, umuman ustuvorlik vazifalari, hammasi jihatlari, fazilatlari haqida to'xtalishdi. Men shu o'rinda shunga alohida to'xtalmoqchi edim. Hammamiz bilamizki, buyuk sarkarda Sohibqir Amur Temurni bosh xotin darajasiga chiqqan o'sha zavjasi, ya'ni Saroymulk xonim, Bibi xonim. Bibi xonim mana hamma yoshlarga yana bir marta aytib o'tmoqchiman, ya'ni buvijon degan laqabi bo'lgan, uni o'sha yosh Temuriy shahzodalarga hatto tarbiyasini ishonib topshirgan Amur Temur. Saroymulk xonim ko'pincha yosh avlodga birinchi ta'rif berilganda axloqshunoslik fanidan ta'lim tarbiya bergan, ya'ni odob, hatto ovqatlanish, kiyinish madaniyati, salom berish madaniyati. Buni biz o'sha
asosan elchilarni, ya'ni Klavixon asarlari shunday ta'rif beriladi. Saroymulk xonim saroyga kirib kelganda viqor bilan kirib keladi, lekin o'sha Temuriy shahzodalarga shunaqangi chiroyli munosabatda bo'ladi. Hatto buni ko'rgan nimalar elchilar tasanno aytishadi. Ya'ni bolani ruhiyatiga kirib borishi, bolaga o'zgacha yondashishi, albatta ta'lim tarbiyasiga e'tibor berishi va hattoki Amir Temur davlat siyosatiga, hattoki kelinlarni, ya'ni o'sha bo'lajak shahzodalarga bo'lajak malikalarni tanlashda ham alohida e'tibor qaratgan. Nima uchun? Chunki xohlaysizmi yo'qmi, jamiyatni boshqarishda, jamiyatni farovonligida ayollarni, qizlarni alohida o'rni bor bu yerda. Shu xususda Amir Temur davrida yana bitta taraf bor. Ularda asosan nikohga alohida e'tibor qaratilgan, muhabbat, er-xotin o'rtasidagi rishtalar, hattoki o'sha malikalarni shahzodalarga bo'lgan hurmati, nasl nasabi, undan tashqari va yana bitta jihati bor, hattoki bo'lajak farzandlarga tarbiya berishda o'sha bo'lajak ona ma'naviyatli bo'lishiga juda ham katta e'tibor qaratgan. To'g'ri, Amir Temur davrida biz bilamiz, mana boya ustozimiz aytishdi, 27 mamlakat hukmdorlarini tiz cho'ktirgan. Biror bir jangda mag'lub bo'lmagan, lekin shu holat bo'lsa ham Amir Temur shu ishlardan ortib albatta oilani mustahkamligiga e'tibor qaratadi. Biz hozirgi kunda yoshlarga shunaqangi bir jihatlarni, innovatsion texnologiyalar asosida dars berishga harakat qilyapmiz, ya'ni samarali bo'lish uchun. Biz ularni tinglashni o'rganyapmiz. Chunki Amir Temurda ham uni alohida temir tuzuklarda aytilgan, ya'ni mashvarat asosida har qanday masalani hal qilish, tinglay olish qobiliyati bo'lgan. Chunki Amir Temur hukmdor bo'lgan, u yerga oddiy sarkardalar ham gapira olmagan, hatto qaray olmagan jihatlari ham bor-da. Bekorga sohibqiron ta'rifi berilmagan, lekin Amir Temurda insoniylik, vatanparvarlik ruhi bilan birgalikda har bitta insonni fikrini tinglay olish fazilati kuchli bo'lgan. Nima uchun? Har bitta fikrni eshitgan va oxirida xulosaga kelgan. Biz hozir mana yoshlarni to'g'ri, yoshlar unaqa, yoshlar bunaqa deb ta'rif berishimiz mumkin, lekin ular yoshlarni ko'ngliga kirib borish ham borda, chunki biz xohlaymizmi yo'qmi, jamiyatimiz hozir globallashayotgan jarayonda 3-renessans poydevorini qurmoqdamiz. To'g'ri, yangi O'zbekiston yoshlarida ham, hatto mana endi biz ko'proq ayol o'qituvchi bo'lganimiz uchun yosh qizlarimizda ham ilmiy tadqiqotga, faoliyatga, ilmiy faoliyatda o'sha rivojlantirish bosqichlariga bo'lgan qiziqishlar juda ham kuchli. Chunki biz xohlamagan, biz kutmagan talabalardan, qizlarimizdan, yosh avloddan juda ham yangi versiyalar chiqadi-da hozir. Shuning uchun lekin bitta jihati bor, ko'proq biz o'sha innovatsion texnologiyalarni qo'llashda baribir xohlaysizmi yo'qmi, insonni bilimi yetarli bo'lmaydi agar unda xulqi chiroyli bo'lmasa. Bilim bilan xulq agar hamohang bo'lsa, juda ham yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin. Albatta, jamiyat boshqaruvida ayollarning rolini oshirish, mana xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor, ana shu jarayonlarda ham Amir Temurning o'z davridagi mana shu fazilatlari, shu ijtimoiy ma'naviy muhitni qandaydir o'ziga xos yo'nalishlardan foydalangani, xotin-qizlarga, hattoki oilaga bo'lgan munosabatda ham ko'ramiz. Mana bugun ayni mana shu jarayonlarda shu 3-renessans qurilayotgan, poydevor qo'yilayotgan bir jarayonda ayollarimizni intilishi ham shunga bir muosir ravishda ketyaptiki, hatto mana shu jihatlarda ham buyuk ajdodlarimizni ma'naviy bir meroslardan foydalansak biz uchun to'g'ri bo'ladi. To'g'rimi? Nima deysiz? To'g'ri. Mana hozir yangi tahrirda konstitutsiyamizda ham alohida gender tengligi tushunchasi kiritildi. Sababi biz xohlaymizmi yo'qmi? Indira Gandhining fikri bor, o'sha Hindiston siyosatshunos ayol. Agar men qo'limdan kelsa edi, butun bir Hindiston aholisini oliy ma'lumotli qilgan bo'lardim, ilmli qilgan bo'lardim deb ta'rif berishadi. Shunda keyin u alohida jamoat bilan uchrashuv o'tkazadi va ular jamoatchilik asosida fikr uyg'onadi, savol berishadi. Nima uchun deb savol berishganda Indira Gandhi aytgan, agar ayol tarbiyali bo'lsa, ayol bilimli bo'lsa, albatta kelajak bilimli, ya'ni undan tug'iladigan farzand, undan tarbiya oladigan farzand bilimli farzand bo'ladi. U jamiyatni kelajagi baribir ayolni shu beradigan tarbiyasi. Chunki biz erkaklarimiz ko'proq baribir ijtimoiy holatda oilaning ta'minoti bilan shug'ullanadi. To'g'ri, baribir ota-onaning o'rni muhim, otaning o'rni muhim, lekin ayolga bog'liq demoqchiman. Ya'ni majoziy ma'noda aytganda uydagi o'sha aktyorlik qobiliyatini, ya'ni boshqaruvdagi, tarbiyadagi, namunadagi hammaga o'sha namunali qilib ko'rsatishda ayol kishining o'rni muhim deb o'ylayman. Biz hozir mana ko'proq faoliyat yuritayotgan mana muassasa Namangan davlat pedagogika institutida ham alohida shu xotin-qizlar o'rtasida tadbirlar juda ham o'tkazilyapti, lekin bu o'rinli, chunki mana erta turmushni oldini olish deyilyapti yoki qizlar o'rtasida ba'zi bir tashviqot ishdan olib borish, lekin bular men o'ylayman eskigan versiya. Lekin hozirgi kunda o'sha 3-renessans poydevorda va ayol kishini
mavqe noshishi yoki mana yangi tahrirdagi konstitutsiyada ayollar va erkaklarni boshqaruvda, hattoki shu jumla kiritilib ketildi, boshqaruvda ham teng huquqligi alohida belgilab qo'yildi. Bu bilan kimdir kamsitish yo'q. Bu yerda baribir teng huquqlilik bo'lishi, umuman o'sha jamiyatni boshqaruvda ham ayollarning faolligini kuchaytirish, xotin-qizlarga bo'lgan imkoniyatlar. Oddiy misol, mana magistratura ta'lim yo'nalishida mutaxassisligi yo'nalishida ta'lim oluvchi qizlarimiz ham yurtboshimiz tomonidan, ya'ni shu prezident tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, hatto o'sha kontraktlarni to'lab berilishi, har bitta jarayonda faolliklarni oshirish, ya'ni ilmiy ishlarga yo'naltirish menimcha hozirgi kunda juda ham yuqori bosqichga ketyapti. Mana bu Narimon aka aytdilar, temir tuzuklari bu Temur davridagi o'ziga xos qomus, ya'ni konstitutsiya hisoblangan va mana shu qomusda, shu tuzuklarda aytilgan har bir qo'yilgan maqsadlar yoki rejalar o'sha davr uchun o'ziga xos bo'lib, shu vazifalarni amalga oshirish jarayonida shu nima deydi, bir mukammal bir jamiyatni, komil bir inson tarbiyalashdek bir katta g'oyalar yotganda, mana Narimon aka buyuk ajdodlarimizning ma'naviy komillikka erishuvdagi bir zahmatlari o'ziga xosda. Shu ma'noda ularning mana shu jarayondagi o'zini bir holatlari bugungi avlod uchun qanday bir ibrat bo'ladi? Ular qanday komil inson darajasiga yetganlar? Juda ham to'g'ri masala ko'tardingiz. Masalan, temir tuzuklarini to'g'ri ta'kidlab o'tdingizki, o'z davrining konstitutsiyasi, yana asosiy qonuni, bosh qomusi bo'lganligini va mana shu yangilangan konstitutsiyamizda ham, mana shu konstitutsiyamizni tashkil qilishda ham, uni tuzishda ham bevosita milliy davlatchilik an'analariga, tarixiy, demak, qadriyatlarimizga asoslangan holatda ma'lum bir qoidalar mana shu temir tuzuklardan olingan. Ya'ni adolat prinsipini ta'minlash, qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha qator bir prinsiplar bugungi yangilangan konstitutsiyamizga kiritilganligini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Kuni kecha mana shu temir tuzuklarini bilan tanishish chog'ida bitta holatga guvoh bo'ldimki, Amir Temur davrida bitta jinoyat sodir qilingan bo'lsa, 4 ta guvoh uni tasdiqlamaguncha hech qanday chora ko'rilmagan ekan. Demak, bunda ham mana bugungi kundagi inson qadri o'sha davrda ham, demak, aholini haq huquqlari, uni erkinliklari oliy qadriyat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yoki mana to'g'ri savol berdingiz, bugungi kunda yoshlarimizni ta'lim tarbiyasida milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizni keng targ'ib qilish juda ham katta ahamiyatga ega. Yaqinda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasalarida ma'rifat ulashib degan bir yangi loyiha yo'lga qo'yildi va bizni quvontirgan holat shuki, mana shu ma'rifat ulashib loyihasi asosida respublikamizning taniqli adiblari, shoirlari, yozuvchilari bevosita oliy ta'lim muassasasiga tashrif buyurib, talabalarimiz bilan suhbatlashib, ularni bir muloqot asosida adabiyotga oshno qilish va mana shu eng muhimi yoshlarning orasidan adabiyotga bo'lgan, she'riyatga bo'lgan muhabbatni oshirishda juda ham katta ahamiyatga ega bo'ldi. Xususan Namangan davlat universitetida ham mana shu ma'rifat ulashib loyihasining 2 ta soni amalga oshirildi va mana shu 2 ta sonini o'zida 40 dan ortiq ijodkor talabalar aniqlandi. Ochiqni aytganda, yangi iste'dodlar kashf qilindi. Bu o'ziga xos seleksiya vazifasini bajarib berdi. Ochiqni aytganda biz o'zimiz ham bu sohaga e'tibor qaratmagan ekanmiz. Mana shu birgina loyihani o'zi bitta oliygohda 40 dan ortiq, demak, iste'dodlarni kashf qilgan bo'lsa, respublikamizda 200 dan ortiq oliygoh bugun faoliyat olib bormoqda va bu degani 1000 dan ortiq. 1000 dan ortiq, demak, mana shu yangi iste'dodlarni, yangi, demak, iqtidorlarni, yangi, demak, yosh shoirlarni, yosh zulfiyachilarni, yosh, demak, oybeklarni, yosh mana shu nasrga, nazmga qiziqadigan yoshlarimiz kashf qildiki, biz o'yladik, mana hamkasbimni to'g'ri ta'kidlab o'tdilar, bugun yoshlarimizni quruq ma'ruza yoki quruq dars bilan qiziqtirib bo'lmaydi. Mana shunaqa yangi innovatsion metodlar orqali, yangi, demak, noan'anaviy usullardan foydalangan holatda yangi loyihalarni tashkil qilish orqaligina yoshlarimizni mana shu ma'naviyatni yuksaltirish mumkinligiga o'zimiz guvoh bo'ldik. Endi gap ma'naviy tarbiya haqida ketar ekan, bugungi kunda ta'lim, tarbiya masalalarida ajdodlarimizning g'oyalarini qanday tarzda yoshlarga yetkazishimiz kerak? Buning samaralari nimalarda ko'rinadi? Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Juda hozir yuqoridagi fikrlarni eshitib turib, millatni kelajagi farzandlar tarbiyasiga bog'liqda bevosita. Bir solih farzand tarbiyasi ulug' bir kashfiyot bilan tengdir deganda bir Yunon faylasufi. Bugun bizni o'sha yangi O'zbekiston kelajak vorislarini tarbiyalar ekanmiz. Ma'naviy tarbiyaning o'rni, ahamiyati juda ham katta.
Chunki bugun o'quv dargohlarida, ta'lim muassasalarida ma'naviy tarbiyaga e'tibor qaratilayotgani ham alohida e'tirofga loyiq. Chunki odob axloq, mana hozir yuqoridagi ustozlar fikrlar bildirib o'tishdi. Amir Temur davrida axloqshunoslik faniga ham alohida juda katta e'tibor qaratilgandi. Chunki yoshlarning odob axloqi birinchi navbatda birinchi o'rinda turgan va davlatimiz rahbarini mana yuqorida aytib o'tilgan o'sha kengaytirilgan ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishidagi kengaytirilgan yig'ilishdagi fikrlarda ham aynan yoshlar tarbiyasida birinchi o'ringa qo'yib berganlari biz ziyolilar oldimizga odob axloq va ma'rifat tarbiyasi bo'ldi. Shuning uchun ham mana bugungi kunda biz ma'naviyat va ma'rifat markazlarimiz tumanlarda, umuman viloyat, respublika miqyosida mana shu narsaga qattiq va alohida e'tibor qaratyapmiz. Chunki bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar xavfi, bu yoshlarimizni ma'naviyatiga bo'layotgan tahdidlar, bular hammasi albatta biz ziyolilarni tashvishga soladi. Endi ma'naviyat haqida hozir fikrlar bildirildi, mana ma'rifat haqida aytildi. O'sha ustozlari bu boradagi nima deydi, bir bosib o'tgan yo'llar haqida to'xtaldi. Shu o'rinda juda ham chiroyli bir ma'naviyatga, ta'rifga men e'tiborlaringni qaratmoqchiman. Sevimli yozuvchimiz O'tkir Hoshimov ma'naviyatga juda chiroyli bir ta'riflar borda. Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra sholg'om eksa qozoniga tushadi-ku. Odamzod nima uchun bulbul chaqchaqni eshitganda ko'ngli zavqqa to'ladi? Undan ko'ra uni sho'rvaga solib pishirsa, bir ovqat yemish bo'ladi-ku. Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib, yuragi zavqqa to'ladi? O'sha yulduzlar uni cho'ntagidagi tillalari emas-ku. Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib, suyukli qahramoni o'lib qolsa yig'laydi? Uni yozuvchi ichidan to'qib chiqarganini biladi-ku. Odamzod nima uchun o'zga yurtlarga borib, behisob mol va dunyo to'plasa-yu, ittifoqo uxlaganida shu tushiga o'zining eski kulbasi tushsa, yostiqlari ho'l bo'lguncha yig'laydi? Axir u shohona qasrda yashaydi-ku. Odamzod nima uchun bolasini boshida alla aytadi? Nima? Alla aytilmasa go'dak uxlamaydimi? Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab, necha zamonlar avval o'tib ketgan bobosini qabrini ziyorat qiladi? Axir marhumni ular ko'rmaydilar-ku. Gap shundaki, odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ma'naviyat deb ataladi. Demakki, hozir hamma berilayotgan yuqoridagi fikrlari hammasi bevosita ruhiyatga bog'liq. Ruhiyat sog'lomligiga bog'liq. Tarbiyani sog'lomligiga bog'liq. Masalan, biz tarbiya haqida gapirganimizda biz o'gitlar beramiz, maslahatlar beramiz, fikrlar beramiz. Bu tarbiyani to'g'rilab qo'yadi degani emas. Tarbiya aslida oilada shakllanadi. Uni urug'i oilada, ota-onada shakllanadi. Hozir opa juda chiroyli fikrlar aytdilar. Amir Temur davrida farzandlari tarbiyasini shakllantirishdan ham avval oilani, yosh oilani tarbiyasiga e'tibor qaratilgan ekanda. Chunki o'sha kelin kuyov demak haqiqatdan ham ma'nan, ruhan sog'lommi? Demak, o'shanday farzandlar tarbiyalashga qobiliyati, qudrati bormi? Bu narsaga alohida e'tibor qaratilgan ekan. Shuning uchun ham bugun ta'lim muassasalarida bu narsaga e'tibor qaratilayotgan yana bir narsadaki, mana maktablarda biz kinokarvon loyihalarini qo'yib beryapmiz-da. Kinokarvon loyihasida kino bu san'atlar ichida eng durdonasi, tarbiyaga eng juda ham ta'sir o'tkazadigan bir san'at turi kino. Bu ashu kinokarvon loyihalari orqali biz bolalarimizda vatanparvarlik, vatanga sadoqat, o'sha ruhiyatini komil qilish, solih qilish, o'ziga xos bir millatdan g'ururlanish, o'shanga qarab o'zi ham harakat qilish kabi bir g'oyalarni ilgari suryapmiz. Yoki bo'lmasa bog'chalarda, xuddi o'sha kinokarvon loyihalari doirasida biz multfilmlar, chiroyli milliy ertaklarimiz, qahramonlarimizni bir ajoyib tarbiyasini o'ziga xos bo'lgan bir xislatlarni namoyon etish bilan o'zimizni ta'sirimizni o'tkazishga harakat qilyapmiz. Demak, shu ajdodlarimiz qoldirgan meros, ularning g'oyalarini yoshlar ongiga singdirishda demak turli xil vositalardan foydalansak, foydadan xoli bo'lmaydi. Endi Sobitxon aytaylik, ajdodlarimizning tarbiya borasidagi qarashlari bilan bugungi zamonaviy tarbiya usullari o'rtasida farq bormi? Yoki bugun biz nima deydi, shu mukammal deb o'ylagan usullarimiz ehtimol o'ziga xos bir kamchiliklarga egadir.
Albatta. Endi umuman olganda, u ajdodlarimizni bizga qoldirgan merosdan mana aytishimiz mumkin, ta'lim-tarbiya sohasida Farobiy fikrlari. Insonga kasb-kor o'rgatish ikki xil usuli bor deydi Farobiy. Birinchi usuli deydi, o'sha yaxshi chiroyli yo'l bilan, yaxshi tushuntirish orqali tushuntiriladigan bo'lsa, ikkinchisi deyapti, bu qattiq qo'llik bilan, qattiq siyosat bilan unga tushuntirishimiz kerak, shu orqali kasb-kor o'rgatish kerak deydi. Lekin shunda ham agar amal qilmasa, unga o'rgatmasligi kerak degan bir tushunchani aytib ketgan Farobiy ham. Umuman bugungi olganda oldingi zamonamizda kasb umuman nima deydi, o'rgatilgan ta'lim fani bilan bugungi ta'lim fani o'rtasida juda katta farq bo'lyapti. Sababi bugun o'sha aytganimizda ijtimoiy tarmoq degan narsa bizga kirib kelib bo'ldi. Yashirish hojati yo'q. Bugun targ'ibotimiz, berayotgan darsliklarimiz og'izdan ko'ra ko'proq ikki barmoq o'rtasiga ko'chgan. Ijtimoiy tarmoq orqali ko'proq ma'lumot olyapti. Mana oddiy statistik ma'lumotga qaraylik, mana olimlarimiz, butun dunyo olimlari chiqargan oddiy statistik ma'lumotga qaraganda bugun yoshlar umuman yosh toifasiga ko'ra odamlar 3 xil doiraga ajratgan, X, Y va Z avlodlarga ajratgan. Z avlod deyilyapti 2003-yildan buyog'iga 2003-yildan bu tomoniga qarab tug'ilgan farzandlarimiz hammasi yosh avlod, Z avlod deyilyapti. Sababi nimaga? Sababi bilan ko'proq ijtimoiy tarmoqdan axborot olyapti, bilim olyapti. O'sha ilmni ham, ma'rifatni o'shandan olyapti asli. O'rganilgan yoki o'sha nima deydi, statistik ma'lumotga qaraganda mana shu 2003-yildan buyog'iga qarab tug'ilgan o'sha 21, 22, 23 yoshdagi yoshlarning atigi 2% gina kitob o'qiyapti. Bu juda ham achinarli holat. Va holanki o'shalarning 75-80% o'z axborotni ijtimoiy tarmoq orqali olyapti. Bugun biz mana shu narsaga alohida urg'u berishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqqa ustozlarimiz ham, boshqalarimiz ham, biz ham ma'naviyat ma'rifat markazi ham mana o'zi yuqorida opamlar ham aytib o'tdilar. Odamzod va hayvonot o'rtasidagi chegarani aytdilar. Xuddi shuni singari bugun ma'naviy tarbiya va ommaviy madaniyat o'rtasida ham xuddi shunaqa chegara bor-da. Umuman olganda bugun mana shu ma'naviy tarbiyani biz beradigan bo'lsak, biz ham shu chegaradan chiqib ketmagan holatda berishga, intilishga harakat qilishimiz kerak va bunda birinchi navbatda o'sha zamonaviy metodlardan foydalanishimiz kerak. Yangi kontentlar yaratishimiz kerak. Imkon qadar oddiy ma'ruza, oddiy tezdan ko'ra sal boshqacharoq yondashgan holatda uni o'sha qiziqtiradigan yo'llardan foydalanishimiz kerak. Agar bugun, hozir shu topda foydalanmasa, ertaga yosh avlod shundoq ham berib qo'yamiz. Sababi mana 21-asr avlodda hozir eng yaxshi, eng so'nggi texnologiya sifatida sun'iy intellekt chiqdi. Bu sun'iy intellekt juda xavfli narsa. Bugun bizdan ololmagan, biz bilmagan narsani shunday sun'iy intellektga yozyapti, sun'iy intellekt shunchaki unga axborotni mana sanga deb beryapti. Endi biz hozirgi tarbiya, ma'naviy tarbiya mezonlarimiz, aytaylik o'sha ajdodlarimiz zamonidagi tarbiyaviy mezonlardan qanchalik farq qiladi yoki aytaylik o'sha ommaviy madaniyat degan tushunchalarni yoshlarimiz ma'naviyatiga putur yetkazmasligi uchun biz ana shu hozirgina Sobitxon aytdi, milliy kontentlar, o'ziga xoslik yoki Sevar opa aytganlaridek innovatsion usullardan foydalansak qanchalik darajada shu jamiyatimizdagi shu ma'naviyatimizni, umuman ma'naviy hayotimizni yaxshilashimiz mumkin. Haqiqatan ham hozir mana Sobitxon aytib o'tdi, ma'naviy tarbiya jarayonida yangi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalasi. Buni davlatimiz rahbarining shu 2023-yilda Ma'naviyat ma'rifat kengashining kengaytirilgan yig'ilishida ham alohida ta'kidlab o'tgandi. Ya'ni birinchi o'rinda o'sha milliy ma'naviyatimizda eng buyuk targ'ibot vositalarini o'sha turli xil kontentlar vositasida, o'sha zamonaviy kitoblar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bolalarimizga singdirish. Mana hozir Sobitxon aytib o'tyapti, sun'iy intellektni o'sha yoshlarda tarbiyasiga zarari ko'proq deb. Lekin xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bugun shunday ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, bizni 70-80% talabalarimiz sun'iy intellektdan foydalanyapti. Buni cheklab bo'lmaydi. Xuddi haligi yuksak ma'naviyat yengilmas kuch kitobida globallashuv jarayonlarini to'sib bo'lmaslik degan fikrda degandek. Nima qilish mumkin? Endi bo'lsak, demak, Gandining bitta fikri bor edi, hozirgi aytib turganingizdek, o'sha uyimga toza havo kirishi uchun eshik derazalarni ochib qo'yaman, toza havo bilan birga chang bo'ron kirib, uyimni ustun qilib tashlash mumkin deb. Buni hozirgi sun'iy intellektga ham olishimiz mumkin. Endi har qanday kirib kelayotgan yangilik, uni o'zimizni o'sha ijobiy nuqtai nazardan shakllantirib olishimiz kerak. Mana birgina misol, mana kuni kecha buyuk sarkarda Amir Temur tavalludini nishonladik.
sun'iy intellekt orqali bizni aksar o'sha zamonaviy fikrlaydigan yoshlarimiz Amir Temurni qiyofasini tiklab o'sha shunaqa darajada biz yoshlarimiz bugun zamon bilan hamnafasda Amir Temurni xuddiki o'sha tiriltirib bevosita suhbat olib kelish darajasiga olib keldi. Demak, hozirgi imkoniyatlarimiz aytaylik shu sun'iy intellekt orqali ham bizni milliy kontentimiz, o'ziga xosligimizni saqlab qolish imkoniyati ham imkoniyatimiz bor va buni yanada kuchaytirishimiz, takomillashtirishimiz mumkin. Bu oddiygina o'z yo'rig'imizga yurishimiz kerak. Yuritishimiz mumkin. Endi faqatgina bunda bizni ma'naviy tarbiyamizda bosqichlari deymiz, o'sha maktabgacha ta'limda, o'rta ta'limda va oliy ta'limda bolalarimizda axloq, ma'naviyatini qurollantirib qo'yishimiz kerak. Axloqiy nuqtai nazardan ularni shu turli xil chetdan kirib kelayotgan tahdidlardan himoya qiladigan darajada ma'naviy immunitetini shakllantirishimiz kerak. Shunday holatda o'sha sun'iy intellekt deymizmi, ijtimoiy tarmoqlar deymizmi? Juda ham ko'p yoshlarimiz aytadi, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarimiz tarbiyasiga foydalimi, salbiymi? Men doim aytamanki, ijtimoiy tarmoq bu katta bozor. Har bitta odam o'zini didiga mos bo'lgan kontentni, o'ziga mos bo'lgan mahsulotni ijtimoiy tarmoqdan qidiradi. Biz bolalarimizga bog'liq. U bizni ongimizga bog'liq. U bizni ma'naviy tarbiyamizga, bizni ma'naviy qiyofamizga bog'liq. Shuning uchun davlatimiz rahbarining ham doim kuyinib aytadigan gapi yoshlarimizni ma'naviyat bilan qurollantirish. Ma'naviyatimiz bizning eng katta qurolimiz bo'ladi. Bugun 21-asrda har qanday chegarani yopib bo'lmaydi. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda deymizmi yoki sun'iy intellekt deymizmi, uni har qanday texnologiya bilan chegaralab bo'lmaydi. Insonning ongi bugun xuddiki haligi mafkuraviy jarayonlar poligonlardan bugun insonning ongiga ko'chganligi bilan bevosita bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, ma'naviyat targ'ibot texnologiyalari deganda birinchi o'rinda o'sha zamonaviy ijtimoiy tarmoqlarda milliy kontentimizni, hozir mana aytib o'tildi, Amir Temurning yoshligi yoki Boburning yoshligi, Ibn Sinoning yoshligi. O'sha davrda axborot qisqa, kam bo'lgan davrda u shuncha ilmga bo'lgan e'tibor, shuncha ma'lumotga qiziqdiki, u dunyo kezdi. Ilm olish uchun haligi nima deydi, kuchini, vaqtini ayamadi. Va dunyo tamaddunida o'sha Avicenna nomini qoldirdi. Yoki Amir Temur haqida ham. O'sha bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zbeklardan dunyo kimni ko'proq taniydi deydigan haligi, agar ijtimoiy tarmoqlarda reyting qiladigan bo'lsak, hozirgi aytib turgan barcha ma'naviyatimiz peshvolari hammasi o'zbek millatini dunyoga tanitishda muhim o'rni bor, roli bor. Va buni albatta nimani mahsuli deydigan bo'lsak, o'sha o'zini ustida ishlash, tinimsiz mehnat, ilm olish va eng ichida muhim xislat bu o'sha vatanparvarlik. Va o'zini xalqini, o'zi millatini sevish orqali. Buni bevosita o'sha 19-20-asrdagi jadidlarimiz faoliyatida ham ko'rishimiz mumkin. Mana uzoqqa borib qaramaymiz, o'sha Ibrat domlani o'zida. Ilm, fan, o'sha hozirgi aytganimizdek qiyinchilik, o'sha nima deydi, qashshoqlik, shunga o'xshagan tahdidlar unga ta'sir qilib turgan paytda ham hech qachon u o'zini oldiga qo'ygan maqsadidan voz kechmagan. Haligi bugungi zamonaviy tilda Ibrat domlani biz poliglot deymiz. Ya'ni bir necha tillarni bilib, uni yoshlarga yetkazib beradigan. Umuman bizni mintaqamizdagi o'sha birinchi renessans davri, ikkinchi renessans davrini agar bir-biriga taqqoslaydigan bo'lsak yoki 20-asr boshlaridagi jadidchilik harakatlari, bularning hammasi qaysidir zamonni bergan imkoniyatlardan foydalanyapti-da. Mana biz hozir milliy kontent yaratishimiz uchun juda katta imkoniyatimiz bor, internet bor, sun'iy intellekt bor va sun'iy intellektdan foydalangan holda bizni o'sha intellektual salohiyatli yoshlarimiz, demak, Amir Temurni jonlantiryapti. Aytaylik, Bobur deyapmiz. Endi shularni demak ko'nglidagi mana shu nima deydi, ongidagi o'zgarishlar, demak, bizni yoshlarimizni to'g'ri yo'lga boshlash uchun o'sha millatimizga xos bo'lgan ma'naviyatimizni ana shu vositalar yordamida, demak, yoyishi mumkin-da, ommalashtirishi mumkin. Shu o'rinda ko'chirish kerak-da, mana o'zi Nodirbek to'g'ri gap aytdi. Mana Amir Temur deyamiz yoki bo'lmasa mana Forobiy haqida gapiryapmiz yoki bo'lmasa birinchi renessans, ikkinchi renessans. Bugun kirib darsda, targ'ibotda gapiramiz, lekin uni biz ijtimoiy tarmoqqa joylaydigan bo'lsak, hozir aytdik-ku, mana statistik ma'lumotga ko'ra kitobni 2% o'qiydi, lekin axborotni ijtimoiy tarmoqda 75% axborotdan olyapti. Xuddi shuni singari o'shani ko'chirsak, sal boshqacharoq nima deydi, natija beradi, effekt yaxshiroq bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, mana o'zi baribir bunda ham nima deydi, umuman olganda ma'naviy tarbiya degan biz baribir chegaramiz bor-da.
ana ota-onamiz sizni bizni katta qilgan yoki bo'lmasam hozirgi yosh avlodni katta qilgan ota-onamiz baribir ertalab turganda erta tur, misol vaqtida o'qishingga bor, nima deydi, to'g'ri yur, to'g'ri gapir. Shu narsalarga biz o'rgatgan, bizni o'sha ommaviy madaniyatni qaysidir qismiga o'tishga bizga yo'l qo'ymagan. Endi mana bugun psixologlar aytgan, umuman bor holat kuzatilayotgan holat bugun ijtimoiy tarmoqda shunaqangi beadablik, betarbiyalik urchib ketgan. Nimaga desangiz, chunki bugungi yosh avlod o'zi qilib ko'rmagan, ya'ni ota-onasi unga chegaragan. Biz mana tarbiyada bunga chegara qo'yganmiz. To'xta, bu noto'g'ri narsa deb chegara qo'ygan narsamiz ijtimoiy tarmoqda kimdir o'sha qaysidir bobomizning haykaliga chiqib rasmga tushishi yoki bo'lmasam ermay qilish yoki bo'lmasam o'z otamga, o'z onamga chiqib qanchadir layk yiqsam uraman deb chiqishi, mana bu narsa ularga qiziq tuyuladi. Sababi chunki hozirgi katta yosh avlod hali bu ishni qilib ko'rmaganda. To'g'ri, demak mana shu narsa ma'naviy chegaralarni buzish ayrim yosh toifalar tomonidan. Bu narsa mana qolgan yoshlarimizga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Lekin shukr qilamizki, unaqa tarbiya ko'rgan yoshlarimiz oramizda juda kam. Va biz mana shu milliy kontentlar, internetdan foydalangan holda, demak, ularga aks ta'sir qiladigan yoki ma'naviyatimizga hissa qo'shadigan milliy yangicha o'zbekona milliy bir ruhni beraylikda va biz ham o'sha darajada o'sha virtual olamda o'zimizni olamimizni yarataylik va yoshlar ongiga ta'sir qilaylik. Va Said opa juda to'g'ri aytdilar, oilada shaklanar ekan ma'naviyat yoki komil inson sifatidagi bir yoshlar shunaqa tarbiyalasa, demak mana shu komillik avvalo ota-onada, oilada shakllangan bo'lishi kerak va ma'naviyat shakllangan bo'lishi kerak. Mana biz tarbiya jarayonida aytaylik, bosqichma-bosqich, boshlang'ich, maktab ta'limi yoki mana oliy ta'limdan keyingi ta'lim jarayonlari ham hech qachon ma'naviy tarbiyadan mosuvo emas. U chambarchas bog'liqda. Mana o'zimiz aytaylik, shaxsiy bir namuna bo'laylik, yoki bir oilani namuna qilib ko'rsataylik. Ota-ona o'zi namuna bo'lsagina farzandiga yoki boshqalarga ta'sir kuchi tezroq yuqori bo'ladi. Shu ma'noda biz bugun tarbiyani o'zimizdan boshlaylik, ma'naviyatimizni o'zimiz yuksaltiraylik, bolamizga ibrat bo'laylik. Yoki o'sha farzandimiz o'rtog'iga, demak, ibrat bo'lsin degan ma'noda kelinglar shu virtual olamga, internetda ham biz o'zimizni, o'zligimizni bir ko'rsata olaylik. Shu ma'noda milliylik, azaliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatni o'zgartirishga bir qaratilgan, ma'naviyatimizni targ'ib qilishga bo'lgan bir intilishlar ham kuchayib boryapti-da. Bugun yoshlarimiz shunchaki tomoshabin bo'lib, o'sha nechdir foiz internetda o'tirgan bo'lsa ham, lekin shunday bir challengelar bo'lyaptiki, bu butun xalqimizni, yoshlarimizni ruhiga ta'sir qilyapti. Aytaylik, bu milliy liboslarga bo'lgan hurmat, uni e'zozlashga qaratilgan intilishlarimizda yaqqol sezilyapti. Mana shu milliy libos kiyish, aytaylik, har juma milliy liboslar kuni deya atalish ham bir yoshlarda qanaqadir shijoatni uyg'otib yubordi-da. Shu o'rinda bizni qatorimizda turgan Namangan davlat pedagogika instituti talabasi Begoyim Vorisovani suhbatga tortsak, Begoyim, mana bugun yoshlarda milliy liboslar, mana aytaylik, shu bitta challenge bo'ldi. Bu butun mamlakatni qurshab oldi. Shu mana yoshlar ongiga, mana siz yoshlar vakili sifatida qanday bir yoshlar baholayapti shu narsaga va munosabat qanday? Bilasizmi, aynan haqiqatan to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bizda haftani har juma kunlari milliy liboslar kuni deb e'lon qilindi va ko'rishimiz mumkin barcha tashkilotlarda, aynan ta'lim muassasalarida, bugun universitet deymizmi, maktab deymizmi, akademik litseylarda ham barcha professor o'qituvchilar, shuningdek talabalar ham, rahbariyat ham milliy kiyimlarda dars jarayonlarida, ular o'zlarining ish jarayonlarida ishtirok etishmoqda. Aynan mana shu kun e'lon qilingandan keyin bilasizmi, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p milliy liboslar aks etgan, milliy kontentlarimiz sezilarli darajada oshdi. Bu orqali biz barcha yoshlarimizga milliyligimizni, o'zligimizni yana bir karra eslatib qo'ya oldik. Va biz mana shu milliy liboslarimizni kiyganimizda faqatgina libos kiymaymiz, balki mana shu liboslarimizda bizning o'zimizning tariximiz, bugungi mavzudan ham kelib chiqishi mumkin, ajdodlarimizning boy meroslari o'z aksini topgan hisoblanadi. Aynan ustozlarimiz milliy kontentlarga ham to'xtalib o'tishdi. Bugungi kunda men taniyman, juda ham ko'p
faol yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini turli yo'nalishlardagi yangiliklar bilan faol bo'lib kelishmoqda, faol yoshlar safidan. Aynan biz mana shu yoshlardan foydalangan holda bugun ajdodlarimiz merosini, milliy ma'naviyatimizni, milliy liboslarimizni targ'ib etmoqdamiz. Milliy challengelar ham biz institutimizda tashkil etdik va buni ijtimoiy tarmoqlarga joyladik va bunda talabalarimiz o'zlari bevosita ishtirok etishdi. Va mana shunday videolarimizni ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagram ijtimoiy tarmoqda juda ham ko'pchilik kuzatdi. Nafaqat bu respublikamizdagi yurtdoshlarimiz, balki xalqaro miqyosdagi chet ellik insonlar ham buni ko'rishdi va mana shu O'zbekistonni qanaqa milliy meroslari borligini biz shu jihatdan ham ko'rsatib bera oldik. Va mana shu ishlarimiz bugungi kunda jadal davom etmoqda. Mamlakatimizning 60% ni yoshlar tashkil etadigan bo'lsa, bugun barcha bizga qarab turibdi. Barcha ustozlarimiz, ota-onamiz bizga ishonyapti. Ya'ni bular bizning tariximizni saqlab qoladi. Buyuk ajdodlarimiz qoldirgan merosni davomchilari bo'ladi. Ular qanaqa yangilik yaratgan bo'lsa, 3-Renessans poydevorlari bo'lib, bugun yoshlarimiz ham shunaqa yangiliklarni qila oladi deb bugun bizga ishonib turishibdi va biz ham mana shu kelajak bunyodkorlari sifatida ularga labbay deb javob berib, albatta yangiliklarni qilishda davom etamiz. Endi shu o'rinda yana bir qiziq holat. Mana biz ota-ona sifatida farzandimizga, demak, milliy kiyim kiyishi, do'ppi kiyishi, aytaylik erkaklarga, yigitlarga uyda ta'sir qila olmasligimiz mumkin. So'z bilanda. Mana bilasizmi, bitta o'sha challenge yoki kontent orqali ular majburlanmadi hech kim. Majburiy bo'lmadi. Bular shu yurakdan shunga mos ravishda harakat qilib, bilmadim, shuncha qizlar shuncha atlas ko'ylak yoki do'ppini qayerdan tiktirdi, qayerdan oldi? Yigitlarimiz do'ppilarda. Bu o'ziga xos narsa. Demak, yurakda istak, xohish bo'lsa yoki ozgina ishtiyoq bo'lsa, demak hech kimni bunga majburlash shart emas. Bu yoshlar, ko'rdingizmi? Nima deydi? Gul guldan nima oladi deydi-ku, yoki olma olmadan rang oladi. Qarang, yoshlar o'zlari boshladilar va o'zlari shu narsaga erishdilar. Mana hozir Begoyim o'zi ham, mana aytaylik, Begoyim, siz mana shu jarayonlarda, umuman bugungi ta'lim jarayonlarida ko'proq axborotni, informatsiyani qaysi kontentlardan olasiz? Aytaylik, internetda ko'p o'tirasizmi yoki kitob ko'p o'qiysizmi yoki ikkalasini tengidan olib borasizmi? Endi biz, siz ham yoshlar vakilida, yoki sizga kimdir majbur qiladi, kitob o'qi yoki mana bundan top deb. Sizda qanaqa bu hislatlar? Qanday o'zingizni sharoitingiz munosabat? Bugungi kunda aynan kitoblardan oladigan ma'lumotlarimiz ham, ijtimoiy tarmoqlardan olinadigan ma'lumotlarimiz ham bugun bizni bilimimizni teng ravishda to'ldirib boradi. Va kitoblar tomonidan aytadigan bo'lsak, bugun haqiqatdan ham bugun bizning yoshlarimiz kitob o'qiyapti. Aynan bunga bir misol qilib, yosh kitobxon tanlovini keltirishimiz mumkin. Millionlab yoshlarni o'zini atrofiga birlashtirgan juda ham katta tanlovlardan biri bo'ldi. Har yili mana shu 3 ta toifada kitobxonlarimiz respublika bo'yicha birinchilikni qo'lga kiritib, prezidentimiz sovg'alari, avtomobillarni qo'lga kiritishadi. Aynan bu nima orqali? Kitob o'qish orqali. Ular kitob o'qiyapti, butun mana shu olgan bilimini tanlov orqali ko'rsatib beryapti va qolganlarga ham ibrat bo'lyapti. Aynan bizning Namanganimizda ham mana shu tanlovimizni g'olibalari mavjud. Ulardan biz o'rnak olyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlardan ko'radigan bo'lsak, hozirgi kunda aynan yoshlarga foyda keltiradigan, umuman insonlarga yangi bilimlarni ulashadigan saytlar juda ham ko'p. Aynan 14-fevralda joriy yilda prezidentimiz yoshlar bilan bevosita muloqot qildilar va mana shu muloqot jarayonida prezidentimizga juda ham ko'p yoshlar tomonidan takliflar berildi. Aynan mana shu takliflarni bildirgan barcha yoshlarimiz bugun ijtimoiy tarmoqlarda faol va ular o'zlarini atrofidagilarga, nafaqat ularga, balki ijtimoiy tarmoqlar orqali butun respublikamizdagi yoshlarga o'zlarining iste'dodini ko'rsatyapti. Va yana biz turli videolarga duch kelyapmiz. Kichkina bolalar ham hozir ixtiro qilyapti va mana shularni biz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatib beryapmiz. Buni boshqalar kuzatyapti-da, ha, demak men chekka joyda yashasam ham, mana shu respublikamizning fuqarosi bo'lsam, menga ham e'tibor bor ekan degan bir fikr tug'ilyapti. Aynan bugun biz haqiqatan axborotni ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ham keng yoya olyapmiz. Bu aynan yoshlarimiz yutuqlari, ayniqsa mana Garvardga o'qishga kirgan talabamiz. Agar ijtimoiy tarmoqlar bo'lmaganda haqiqatda biz uni
ma'lumot yetib kelishi bizga sekin bo'ladi. Yetib keladi, faqat keyinchalik. Biz hozir ko'ryapmizmi, shu Garvardga kirgan talabani ko'rgandan keyin ham barcha yoshlarimiz shunaqa, biz bundan ham zo'r bo'lamiz degan fikrlar tug'ildi-da. Aynan ta'lim jarayonlarida ham har bitta yoshlar mana shu zamonaviy texnologiyalarni hozirgi ta'limga bog'lab o'rgansa, juda ham katta natijalarni bemalol qo'lga kiritishlari mumkin. Mana Nosirjon, Narimon aka, mana biz ko'pincha shu jarayonlarni guvohi bo'lamiz. Ma'naviyatli oilalar, kitobxon oilalar degan tushunchalar paydo bo'ldi. Obod xonadon, obod qishloq, obod mahalla degan bir tizimli ishlarda xonadonlarda shu kutubxonalar paydo bo'ldi-da. Mana siz mana shunday tanlovlarda bevosita ishtirok etdingiz, oilaviy shu tanlovda g'olib ham bo'ldinglar. Endi bu qanaqa insonga nima beradi? Aytaylik, ma'naviyatni o'stirishga yoki atrofdagilar qanday ta'sir qila oladi shu narsa? Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Avvalo ma'naviyatni shakllantiruvchi mezonlar bor-da. Eng birinchi navbatda oila. Qush uyasida ko'rganini qiladi deydi. Shuning uchun ma'naviyatni birinchi shakllanadigan joy bu oila. Demak, o'sha farzand o'sha oiladagi muhitga qarab ulg'ayadi, o'sib boradi. Va bevosita ma'naviyati ham mana shu oiladagi muhitga qarab shakllanadi. Ota-ona qanday yo'l tutadigan bo'lsa, u shaxsiy namuna. Yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, ota-ona bu shaxsiy ibrat farzand uchun. Farzand o'z ota-onasini dunyodagi eng ma'naviyatli, eng o'ziga kumir deb biladi, namuna deb biladi. Demak, ota-ona birinchi navbatda shaxsiy namuna bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan bugun mamlakatimizda mana shu oilalarni ma'naviyatini yuksaltirish, oilalarni demak farovonligini oshirish borasida ham bir qator tanlovlar bor. Bizni o'zimizning oilamizda mana shu Yangi O'zbekistonning ibratli oilasi tanlovida qatnashganmiz va 2023-yil viloyat g'olibi sifatida e'tirof qilindik, birinchi o'rin sohib bo'ldik. Sababi biz oilamizda ham mana shu to'g'ri ta'kidlab o'tganingizdek alohida kutubxona tashkil qilganmiz. Hozir kutubxonamizda 500 dan ortiq badiiy adabiyotlar bor va biz oilamizda shunaqangi bir tizimni yo'lga qo'yganmizki, bir haftada bir kitob. Bir haftada shu badiiy kitobni olib farzandlarim va o'zim boshchiligimda mana shu kitoblarni bir haftada bir martadan o'qib, haftaning oxirida shu bo'yicha o'zaro muhokama qilamiz va oilamizda mana shu ma'naviyatni yuksaltirish borasida kutubxona tashkil qilganmiz. Shu bilan birgalikda sport bilan shug'ullanish uchun barcha sharoitlarni yaratganmiz. Chunki ham ma'naviy jihatdan, ham jismoniy jihatdan demak barkamol farzandlarni tarbiyalashni shaxsan men o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman va natija ham yomon emas. Bugun katta farzandimiz Namangan shahridagi Prezident maktabi o'quvchisi, ikkinchi, uchinchi farzandlarimiz bugun viloyatdagi nufuzli umumta'lim maktabida tahsil olyapti va har uchovi bugun respublika va viloyat miqyosida o'tkazilayotgan turli ko'rik tanlovlarning g'olibi sifatida demak voyaga yetishayapti. Albatta, bugun farzandga tikilayotgan sarmoya o'zining natijasini beradigan davr. Farzandga qancha investitsiya tiksangiz, ertaga uni sizga 10 baravar, 20 baravar qilib qaytarishiga biz shaxsan guvoh bo'lyapmiz. Yuqorida ta'kidlab o'tdinglar, mana challenge masalasida. Biz Namangan davlat universitetida ham mana shu o'zimizning oilamizdagi tajribani universitetga joriy qildik. Bir haftada bir kitob loyihasi joriy qildik. Mana shu loyihani hozir 50 ta soni o'tdi. 50 ta sonida 20 mingdan ortiq talaba qatnashdi. Bir haftada dushanba kuni yangi kitob e'lon qilamiz, shanba kuni kitob o'qib tugatiladi va u bo'yicha biz test olamiz. Testda kim yuqori natija ko'rsatsa, g'oliblarga universitet byudjetidan tashqari mablag' hisobidan pul mukofoti e'lon qildik. O'zi arzimagan pul. 300 ming birinchi o'rin, 200 ming ikkinchi o'rin, 100 ming uchinchi o'ringa e'lon qildik. Lekin mana shu arzimagan pul orqasidan 20 ming kishini mana shu kitobga oshno qilishga erishdik. Albatta, mana singlimiz aytib o'tganlaridek, bugun yoshlarni quruq safsata yoki quruq ma'ruza bilan emas, mana shunaqa challengelar bilan, yangi yondashuvlar bilan demak jalb qilish mumkinligini bugun biz faoliyatimizda ko'rib boryapmiz. Endi baribir biz qayta murojaat qilganimizda biz uchun eng muqaddas narsa shu kitob bo'lib qolganda. Albatta. Mana Said opa, siz aynan mahallalarda o'sha tashkil etilgan xonadonlardagi kutubxonalar bor. Endi u kutubxona deymizmi yoki kichkina bir burchak deymizmi? U hajmi bizga nimasi yo'q. Lekin ana shu xonadonda kitob bo'lsa, ana shu mahallada kutubxonalar ko'p bo'lsa, shunday oilalar. Demak, bu ma'naviyatimizni yana ham yuksaltiradi. Mana siz o'sha bevosita o'sha mahalla Chust tumanida ham ochildi. Bir nechta mahallalarda obod mahalla dasturlari bo'ldi va biz o'sha xalq qabulxonasi vakillari bilan tashkil etilgan burchaklarni ko'rdik-da. U endi shunchaki namuna uchun qilinmadi-da. U amaliy hozir
o'sha xonadonlarda kitob o'qilyapti-da. Shu ma'noda qanaqadir tajriba bormi mana shu ustida? Bor, albatta bor. Hozir o'zingiz yuqorida juda fikrlab aytdingiz bu gaplarni. Bizni tumanda deyarli barcha mahallalarda kitob burchaklari bor, kutubxonalar bor. Mahallalarimiz ham anchagina bir 10 dan ziyod kattagina kutubxonalar bor, mahallalarimiz bor. Endi bu qanaqa rol o'ynayapti odamlarning hayotida, taqdirida? Mana mahallaga murojaat bilan keluvchilar bekor o'tirmaydi-da, masalan, ozgina kutish jarayonida qo'liga bir jurnaldir, kitobdir, nimanidir mutolaa qilishga biz erishyapmiz. Yoki bo'lmasam, hozir aytilgan uy kutubxonalar. Nafaqat mahalla, biz balki xonadonlarda ham shunaqangi kutubxonalar sonining ko'payishiga erishdik. Hozir men qo'rqmay ayta olaman, Chust tumanida deyarli har bir mahallada bittadan eng zo'r kutubxonasi bor oilani men ko'rsatib bera olaman tumanning o'zida. Chunki bu narsa estafetaga aylandi bizni Chustda. Qo'rqmay ayta olamanki, bir mahallani shunday aylansangiz, ikkita, uchta kitobxon, o'sha kutubxonasi bor oilani nazarda tutib ko'rsatib berishingiz mumkin. Kechagina biz o'sha o'zimizni faollarimiz bilan bir juda chiroyli bir tadbir o'tkazdik. Tadbirkorlik bo'yicha ayol bo'lsa tadbirkor, oilada baxt bisyor degan mazmunda va shuning ichida bir bor kitobxon oila tanlovini ham g'oliblarini bir tadbirni o'tkazdik. Ishonsangiz, ana shu kitobxon oilani xonadoniga tashrif buyurdik. Bir 500 ga yaqin kitoblari va buni natijasi o'laroq har bir farzandlar 7 ta 8 tadan tilni biladi. Shunaqangi bir chiroyli natijalarga erishgan. Uni o'sha til bilishi orqasidan u oiladagi farovonligi ko'rsangiz havas qilasizda. Deymanki, kitob mutolaasi albatta insonni hamisha yuksaklikka yetaklaydi. Kitob o'qir ekan inson doimo komillikka ega bo'lib boraveradi. Shunday ekan, men bir ma'naviyatchi sifatida shaxsan o'zimni ham masalan uy kutubxonam bor, 1000 dan ziyod kitoblar bor. Hozir ustoz aytganlaridek xuddi shunaqangi tashabbusi biz ham farzandlarni qo'llaganmiz. Qaysi yo'nalishga qiziqsa, detektivga qiziqadimi, fantastikaga qiziqadimi, yo'nalishi bo'yicha shu siz aytganda oylik tushdi, albatta kutubxonaga boriladi va qaysi kitobni tanlasa o'sha kitob olib beriladi. Va xuddi shunaqangi muhokamasi va o'zimiz o'qib chiroyli joylardan parchalar aytib berib, ularni ham qiziqtirishga erishyapmiz-da. Chunki biz namuna bo'lishimiz shart. Ko'ryapsizmi, mana shu kichik joylarda, shu hududlarda bo'layotgan o'ziga xos bir zalvorli ishlar. Mana biz tele radio kompaniya, umuman jurnalistlar tomonidan ham juda ko'p narsa kuzatamiz. Mana esingizda bor, Sobitxon, mana ba'zi bir mahallalarga borganimizda oddiy sartaroshxona yangicha qiyofada u yerda kitob turibdi-da. Kirgan mijoz navbati kelguncha kitob o'qiyapti yoki qaysidir bir jarayonda shu tadbirkorlik subyektida shunaqa bir shart qo'yilibdiki, mana shu kutish jarayonida kim qancha kitob o'qisa, qandaydir o'sha xizmati uchun chegirma ham bor-da. Sobitxon, mana shu narsani bir challenge qilsa yoki mana shu narsani ommalashtirsa qanday bo'lar ekan? Aytaylik, o'sha oddiy sartaroshxonada kitob mutolaa qilyapti. Haqiqatdan bunaqa narsalarni juda ko'p ommalashtirishimiz kerak. Umuman olganda yana ham challenge qilinyaptiki, ekspress kutubxona qilib, umuman chekka uzoqroq hududda bo'lgan nima deydi mahallalarimizga, qishloqlarimizga umuman kitob yetkazish bo'yicha mana Respublikaning ma'rifat markazi huzuridagi Damas rusumli avtomashinalarimiz yoki bo'lmasam tuman axborot resurs markazi bilan hamkorlikda olib borilayotgan ish bu. O'sha chekka hududlarimizga boradi. Tuman axborot resurs markazida bir mas'ul borib, o'sha o'zini o'sha nima deydi kitoblari bilan, badiiy adabiyotlar bilan boradi. Har hafta yoki bo'lmasam bir oyda bir kitob almashtiradi. Ya'ni o'sha borganda o'sha mahalla aholisi, mahalla faoli kitob o'zi tanlab ajratib oladi. Yoki bo'lmasam mana bu kafelarimiz birinchi navbatda ko'payotgani bu tahsinga sazovor deyishimiz kerak. Sababi inson baribir kitob o'qiganda boshqacha olamga, boshqacha fantaziyaga tushadi. Buning uchun bu kafedagi mana shu nima deydi, ham taom yoki bo'lmasam ozgina jimjitlik sukutda kitob o'qib barcha sharoitlarga ega bo'lgan tadbirkorlarimiz ham shunaqa sharoitlar qilyaptiki, bu sharoitlardan aholimiz foydalanayotgan holatlar bor. Undan tashqari mana kitobxonlik tanlovlarini ustozlarimiz yuqorida juda ham bir chiroyli aytib o'tishdi. Undan tashqari bizda ham bo'lyapti Zuko kitobxon yoki bo'lmasa mana kitoblararo 80 kun degan alohida marafonlar o'tkazilyapti. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad insonni tafakkurga undash, ya'ni bilim olish, o'sha
kitobni ilmidagi bor narsani o'zida hazm qilib olishini asosiy ko'rsatkichga olib chiqish ko'zlangan maqsadimiz hisoblanadi. Umuman olganda kitobni ham o'sha nima deydi, imkon qadar badiiy adabiyot tanlashga, badiiy adabiyot aholimizga ko'proq berishga harakat qilinadiki va shu orqali insondagi eng yaxshi, eng ezgu fazilatlari ko'proq shakllantirishga harakat qilinadi. O'sha internetga bog'lanib qolgan yoshlarimizda shunaqa bir ko'nikma hosil qilish mumkin. Internet orqali kitob o'qish degan bir o'ziga xos. Shu o'rinda kechirasiz, bitta fikr bermoqchiman. Bizda markaziy kutubxonamizda elektron kutubxona portalimiz ham bor. Elektron kutubxonamizga deyarli tumandagi juda ko'p aholi vakillari, yoshlar jalb etilgan va siz aytganday shu elektron kutubxona orqali biz o'sha kitoblarni elektron variantlarini ham uzatib boryapmiz ularga. Ularning qiziqishlariga qarab talablar tushadi. Mana shu kitobni elektron variantini tashlang, xuddi o'sha kitobni elektron varianti tashlanyapti va ular mutolaa bilan shug'ullanyapti. Albatta, har qanday inson nimagadir erishmoqchi bo'lsa yoki o'z ma'naviyatini, shu ma'naviy kamolotga erishish uchun izlansa, intilsa, uning uchun imkoniyatlar chegarasizda. Mana hozir Begoyim aytdi, men kitobdan foydalanaman, kitobdan topolmaganimni internetdan topaman. Men ham mana shu ko'rsatuvga tayyorgarlik jarayonida o'sha internet kutubxonalardan foydalandim. Va bu menga juda katta bir imkoniyat berdi va o'sha nima deydi, ozgina bir kerakli ma'lumotlarni olishda ham juda katta bir foyda berar ekan. Demak, men hozir aytmoqchimanki, ma'naviy tarbiyada ajdodlarimizdan qolgan merosni saqlagan holda, ulardan o'rnak olgan holda bugungi zamonaviy sharoitlarni ham, ular yaratayotgan imkoniyatlarni ham muqoyasa qilib mujassam etib, demak biz asosiy bir maqsadga, komil inson yaratishdek bir g'oyani ilgari surishga harakat qilamizda. Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan barcha suhbatdoshlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va bu mavzudagi fikrlarimizni kelgusi ko'rsatuvimizda davom ettiramiz degan umiddamiz va bugungi ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling.